Namangandan 950 km uzoqlikda bo'lgan Tojikiston Respublikasi Regar shahri 40 yillik qishloqqa olib kelib o'rnatgan shtampochni darvozadan video obzor qilib o'taman. Do'stlar, yoqsa like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turasiz. Ko'rib turgandek bu darvoza ham juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xohlasa ideal holatda bo'lgan. Darvoza ham shtampochni darvoza bo'lishiga qaramasdan eng original premium variantda qilib berganmiz. Sababi tagi yo'llarga o'nli rossiyskiy shivillari bezulo holatda ishlatgan. Ramka profillarga bo'lsa polностью 6 ga to'g'ri brut stenkada qilib berganmiz. Listeri bo'lsa brut stenkada bo'lgan eng qalindan qilib bergan va darvozamizga polni ko'rib turgan joylariga purt vibradan, quyma vibradan aylantirganmiz. Do'stlar, mana bu ko'rib turgan nerjaveklarni gold rangda qilib beramiz. Xohlasangiz qora yoki kumush rangda qilib beramiz. Bu nerjaveklarga 25 yil garantiya beramiz. Sababi darvozamiz qirilmaydi, chizilib ketmaydi, xudo xolisa. Do'stlar, ko'rib turgan kelti qismi o'ng tomondan joylashgan, xohlaganlarga chap tomon xohlasa o'rtadan ham qilib berishimiz mumkin. Agar shunaqangi sifatli darvozalar kerak bo'lsa, biz bilan aloqaga chiqinglar. Tojikistonliklar ko'p so'rashadi. Dastlabki ustanokasi qanday deyishadi. Biz o'zimiz naturalga joyini O'zbekiston chegarasi naturalgacha olib kelib beramiz. Naturalgadan o'zingiz uyingizga olib kelib qo'yasiz, biz ustanokasini bepul qilib beramiz. Do'stlar, shunaqangi sifatli darvozalar kerak bo'lsa, nomerlarimiz +90 kodi bilan 623 55 55 kuzatganingiz uchun rahmat, sog' bo'ling.